Do'stlar, quruvchilarning har bir ishida yoki har bir bitta loyihasida o'zining alohida bitta imzosi bo'ladi. Yuksalish Group qurilish kompaniyasi asoschisi Anvar Temirovning bitta zo'r imzosiga 5 ketaman. Mana shuni ko'pchilik bilsa kerak. Aynan qurgan domlarning oldida mana bunaqa shu yerda yashovchilar uchun yozgi oshxona deymizmi, letni kuxnya deymizmi, xullas to'y marakalar uchun mana shu yerda yashovchilar uchun qulayliklar yaratib berib ketadi. Har bitta domning oldida bor, shaxsan o'zim ko'rganman. Yoki videolarimni siz ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari bitta zo'r qadriyatini juda qattiq hurmat qilaman, qadriyatini. Mendan ketguncha, egasiga yetguncha qabilida ish olib bormaydi bu odam. Nimaga? Mana isboti. Hozir tayyor bitgan domni oldida turibmiz. O'tgan safar kelganimizda bu yerlar bitgan edi, topshirilgan dom bo'lmas, asfalt qilingan domlar. Hozir buzdirib boshqadan qilyapti. Nimaga? Chunki o'zining ko'ngliga yoqmaganda buzib boshqadan qilasan degan menimcha burchatga o'tkazadi, nimadir qiladi. Lekin respekt. Domni topshirdim, egalariga topshirdim, bo'ldi, men qutuldim, ketdim degan qabilda ish qilmaydi. Mana shunisi respekt, like card deydi. Hozir aynan shu domni bitta uyda ko'rsataman. Shokolad narxi sotiladi, videoni oxirigacha tomosha qilamiz do'stlar. Ketdik. Demak, ikkinchi qavatdan ikki xonalik uyni ko'ramiz. Bu uyimizning kirish ichiga ishlaringiz qizimasligi uchun ushbu uyimizning narxini aytib o'taman. 31 ming dollarga ikki xonalik ta'mirdan chiqqan kadastri bor uy sotilyapti. Bu uyimizning mehmonxonasi ekan, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Devorlarimiz televizor tomoni dekorativ, qolgan tomonlarimiz однотонный обойda glamlar tashlangan, pardalar ilingan, shiftlarimiz ajoyib ko'rinishda. Yangi xonadon, yangi egasini kutmoqda. Marhamat, yotoqxonasiga o'tamiz. Uyimizda demak, yotoqxonasi. Har bir xonada deraza bor, aboylarimiz почти bir xil. Sanuzil to'g'rimizda bo'lar ekan, bitta joyda joylashgan, suv, gaz, sveta, muammo yo'q. Endi oshxonaga o'tamiz. Bitta evini topdim do'stlar. Bu oshxonamiz, ming afsuski, bu yer gulxo'y xona bo'lib qolibdi. Deraza yo'q, lekin ventilyatsiya yaxshidan qo'yilsa, bunga muammo hal. Xo'p, gaz plita, o'tishgan joyi zo'ridan qo'ydirib olamiz, egasiga aytib qo'ydirtiramiz. Krivish mashinasi bor va muzlatgich uchun joy qoldirilgan. Mana shunday G shaklida oshxona mebellari bo'lyapti. Oyoq taglari laminatda, glamlar tashlangan, eshiklarni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli ko'rinishda, yaxshi eshiklar qo'yilgan. Bir lampalari bor. Zo'r. Demak, 6 qavatlik dom, uyimiz ikkinchi qavatda bo'lyapti. Ikki xona, umumiy maydoni 44 metr kvadrat bo'ladi. Narxi 31 ming, yana savdosi bor, faqatgina narx bilan so'zida sotilyapti. Qiziqarli ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.